ko'pchilik so'raydigan savollaridan Ramazon qachon boshlanadi? Alloh taolo fazl bersin, hali fatvo chiqqani yo'q. Alloh taoloning o'zi o'sha kunlarga bizlarni o'zi yetkazsin, lekin ko'pchilik taxminlar bugungi kunda chiqayotgan taqvimlarning aytilishi bo'yicha aslida bu holatlar Ramazondan bir kun oldin e'lon qilinishlik kerak, lekin tayyorgarlik o'laroq biz aytamiz, Alloh taolo hammamizga yaxshilik bersin. 19-fevral kuni ro'zaning birinchi kuni inshaalloh. Birinchi kuni ro'za tutamiz. Buxoro vaqti bilan har kim mintaqasida o'zini vaqtini kelishib oladi, ya'ni taqvimdan ko'rib oladi. O'rtacha og'iz yopish vaqti 6. Alloh taoloning fazli bilan 18-fevral kun, ya'ni bir kun oldin xufton namozidan keyin inshaalloh